olib borayotgan tadbirimiz davomida to'xtatib sizlardan so'raganimizda ayrimlaringda A kategoriyasi yo'q, ayrimlaringda hali davlat ro'yxatidan o'tkazish raqam belgilarini olmagansizlar. Men mana shu skuter egasiman. Shu davlat raqamim yo'qligi, A kategoriyam yo'qligi sababli mana jarima maydoniga olib kirishdi, tushuntirishdi. Ertadan boshlab harakatimni qilaman, A'ga o'qib davlat raqami qo'yishga. Hozirda transport vositasiga tenglashtirilgan moped va skuter haydovchilari ogohlantirishlarga qaramasdan moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmasdan, davlat raqami olmasdan haydovchilik guvohnomasi boshqarayotganligi sababli ularni transportlari vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi va ular bilan profilaktik suhbat o'tkazildi.